Çünkü Abdukerim kammo xalqning farzandi. Odatda biz uyda balımızga bo'lsin yoki o'zimiz kichiklar bo'lsin, ularni qo'llab turamiz. Albatta ularning sevenlikim buldu. Balada sevenlik buldu. Biz balının sevenlikini şunçalik chiroyli holda qilamiz yo. Nemishqa san'atkorlarimizning kichikgina kamchiligini, yetarsizligini qabul qila olmaymiz. Rahmat. To'g'ri. Rahmat. Ben bir ikki gap qistirib qo'ygan kelyapti. Mana men Tangirtaq kino studiyasining artisti. Ben odatda idorada 8 soat xizmat qilib, uningdan keyin bizningki kinoliga, har yil 4-5 oy jangalliga har yer ketamiz. Shu ishni tugitib, ondan biz hamkorlashgan shirkatlarning o'yin qo'yish ishlarini tugitib, asosan kechlari vaqtning ichidan vaqt chiqarib, har holda necha vaqtdan beri sizlarga sunib kelayotgan etotlarimning hammasi shu yerim kechada yozilgan etotlar. Rahmat Abdukerim aka. Şu bayatın gepimiz gelsek, ben şu hazır kaygiçi hal uzun baptı, öylerimden turamaptı ben. Hatta ballarımdan boyunun ösep ketkenimi bazı kelip es kılaman. Nurgun ailenin işlerini ayalıma taşlap koydum. Çünkü ayalımı ben bilen kesiptaş, ben bilen bir idarede işleyenlik için, bizden capayımız nemiş kılatkalığını bilgenlik için hazır kaygiçi kollap, kuvvetlep, Mışu xudu şu beni kollagan tamaşıbılarının Katar'da umumini kollaganlık için bugünkü Abdukerim abızı ailini aldım. Rast to'g'ri. Rahmat. Yaxshi chiqqan bir san'at asaridan keyin nurg'unlagan jafo mushaqqatlar albatta paydo bo'ladi. Bayatın biz Abdukerim akamga bergan tomoshabinlarimizning bahosini angladik. Xo'sh, bayatın ailasi to'g'riliq nurg'un so'zlarni qildi. Endi oilasidagilarning Abdukerim akamga qanday baholarni berdigini anglab boqaylik. Abdukerim'in turmuş ömürlük emrayı. İdaradaki yaxşı xizmetlisin. Benim en yaxşı, en hürmetli elim ustazım. O benim başarılarını kolak yadırış jarayonida bana şunda köp yerlerden kıldı. O bir yıl okuymadım deb köp cefalarını tatladı. Biz bundan keyin onun texmo yaxşı neticelerni kolak yadırış için ballarım, ben, bütün ailedekiler bilen bunun yaxşı şaraitini hazırlab turamiz. Onun salomatligini, yaxshi bo'lishini Kitobning o'zida Abdukerim aka nimadan degimiz kelyapti ailanizdagilarga? Ailaliklarga bir ikki so'zlab bersangiz qani? Bayatın bizmi ko'rdik. Hem de mandaj etganda biz bulup mu hem de 50 tonulgan, halk etraf kılgan adamlar özümüzün ata-anasıga, ailesiga emas, belki halkı mensup olib ketganmiz. Nurgun vaqtida rast gapni qilsam, ko'nglimda gapni qilsam, ailemni unutgan oldida shu tomoshabinlarning kulgisini izlab, endi bu o'zimizning xizmati. Mayli qanchalik jafo tortayli, men azaldan o'zimning bir degan gapim bor. Tomoshabinlarning kulgisi mening eng zo'r xo'shalligim deb. Tomoshabinlarning xo'shalligi uchun qanchalik jafo tortsam, men mayli rozi. Rahmat. 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 Rahmat oğlum. Rahmat. Rahmat Abdukerim aka, oilangizga baxt tilaymiz. Unda bo'lsa temini yo'tkayli. Tamashlar hozir sahnaga chiqdi Abdukerim akamdan. Men bu yag'alardan turib berdim, bek kulgim ketdi, ammo Qo'ya sahnaga chiqdi Abdukerim akamning ikki bolasi ya, tamashlar. Abdukerim akamning ko'p iqtidorli ekanligini hammamiz bilamiz. U etot yozadi, etot o'rinlaydi, kino, televiziya filmlarida rol oladi. Diqqat qilsak, har bir etotining ostida rejissor, qo'shchiket, Abdukerim, Obliz deb chiqadi. Demak, rejissorlik o'tadi. Lekin mush iqtidoringiz ichida men eng yaraydigini, boshqalarim yaraydi. Men endi bek kulvatginam, maqol tamsil tarjim qilishga qandaroq Dehşet. Bak bo'lmaydi, mushak keldingizmi maqol tamsil tarjim qilasiz. Tomoshabin tashlab qo'yadi. Endi de lazım. Maqol tamsil qilish. Şinjangda men bilen tang derecedeki tercüme yok. Yo'q. Şahsiyak bir narsa tercüme qilish juda Baqila. Onun ustiga jida tarjima qildi. Tüttüz. Tüttüz. Jida geçip kalıp resmi meni
Naq maydon sinaymiz. Qaysar bak yaxshi tayyorlik qildi ya. Da berma, tayyorlik qildi. Bak yaxshi qildi, tayyorlikni bak yaxshi qildi. Qani. Ma'qul. Men sahnaga chiqishdan avval Abdukarim akamga hech nima demay bir narsani tayyorlab oldim o'zim. O'zimning xabari yo'q. Hozir daftarimni ochay. Oshkorlaydi. Qani. Qaysar Habibulloh kasb pishqan, astoydil, mas'uliyatchan, puxta tayyorlik qildi. Bizning yaxshi o'g'inish ulgimiz. Ustoz. Rahmat. Bu sizlar xatolashib bugungi bosh personaj moyoq tutasiz. Yaxshi uzun Ya bo'ldi. to'g'ri de. Chiqmadigan Qaysar baş Habibulloh personaj. qalbimizda mangu hayot demoqchi bo'lsiz. Bunda bir narsa tayyorlab oldim men. Diqqat bilan anglang, yo'ldosh Abdukarim Ablis. Xotinni tashlasa yotlishidi, to'mirni tashlasa datlishidi. O'shqdan ding yomon, saqchidan ming. Sarang bo'lsang pir o'yna, qiyr xotindan ner o'yna. Ma gaplar. Hamma siz tarjim qilasiz. To'qoning terisi tatli, xotinning qirs. Oho! Xotin nomli Voy. qo'shiq ismsal jiqmi nima? Shu shu vaqtga shu yoqqa ketib qolganmiz hozir. Shapaq yagi tushsa, yozg'i tava. Shilapi gadanga tushsa, tozg'i tava. Ördek bilan g'oz o'ynar, chivin bilan toz o'ynar. Ördek. Ördek. Qaysar Habibulloh, ördek. Optopparazdan chigit chiqmaydi, egiz odamdan yigit chiqmaydi. Emas. Şu edotlininki arsiga qistumi qilib o'zim qilgan narsa ekan. Bo'ldi, tushuntirayman, Ya tushuntirayman. mushin turayman. Oxirini o'qimayman, yana batda ishkisi o'qimay bo'ldi. Ya o'qiydi. Ya mushin deyli. Ya mushin Biz deyman. deyli. Abdukarim akam tarjim qilsin. Qaysarning tig'i tayyorlagan narsalari bor. Samon aralashmay loy bo'lmas, harom aralashmay boy bo'lmas degan gaplar bor. Men yorni seg'inganda yuragim pishildaydi, yorni uyiga kirsam chivinlar g'ishildaydi degan gaplar bor. Ulan demidim. Mushu Qaysar baloni. Masalan, qaysini? Optopparazdan chigit chiqmaydi, egiz odamdan yigit chiqmaydi. Davramsa o'rq odamda yigit chiqmaydi demoqchi emaslar. Ya bu mağa atib qo'ydi endi. Tamash bilan o'ylab yiqinglar. Mushni endi odam o'ylamasa damdi. O'zining beshidan o'tmasa damdi mush gaplarni. Sizlar bir yaxshi bahoni bir berib yiqinglar. Shundami emasmi? Shunga hammadamdan qusur izlab samir bilgan nima ekansa. O'zimga ish deyapti-ba, lekin chidayaptimi, ha? Tayyorligingizni aytib puxta. Ha, ishimni Nayt qilyapti. astoydil, nayt mas'uliyatchan. Voy, bir qiz gapni degil qo'ymaydi ekan-ku. Mush gaplarni qanday vaqtda o'ylab topsiz? Ha? Mush abay o'qigan narsalarni qanday vaqtda o'ylab topsiz? Shunday qilib Mashq qilish jarayonida tuyuqsiz kallangiz kelib qolam dedi. Uyda o'tirib, xotin qarab, yoki bola qarab, yoki salolar qarab, yoki bir yerda o'ynab, bunday chiqib qolam degan gaplar. Bu endi asosan bu narsalar hammasiga bir etot deyilgan gap. Hammasi Ha, o'xshash hammasi bo'lmagan etotlarni etotlarni tanlagan. ichiga o'zim qis to'g'an narsalar. Nima ish deganda biz Uyg'ur xalq maqol tamsillari o'zi qisqa bo'lgan bilan nihoyatda cho'ng hajmdagi narsalarni ifodalab beradi-ku. Adabiylik Ba'zi noyob vaqtda endi bunga loyiq maqol tamsil topolmagan ekan, buni shariylab yezish uchun hatto bir varoq, ikki varoq gap ketadi ekan. U bir varoq, ikki varoq gapni o'qisak, xuddi tomoshabinlarga yig'nashgandek bo'ladi. Shuni tomoshabinlar ixcham qilib tushuntirish maqsadida asosan o'zim qilgan narsalar. Yiliqi aroq potlikisini bir o'xshatgan yeringiz bordi. Ha. Aroq potlikisi yiliqi bo'yni va qo'zqi va beshi yo'q deydigan. Biz aroq kashladimi? Ha, mushiga bak ta'sir qildi menga. Rahmat. Aroq kashdagiga lekin ta'sir qilmaydi bu gap. Bas. Aroq kashdaganning haqiqatan chu qo'zqi va bo'yni va beshi yo'q ularning. Mush bo'ynining ustidagi qapaqmikil deyman men. Nima? Yana bir alohidaligi tafakkuri cho'nqur. Moya. Mushu program ilm bo'g'icha Qaysar kamdan, oy Qaysar Habibulloh. Mening boshqa ishim yo'q o'xshaydi. Qaysarni Men bayatdan nimdidim. Men bayatdan nimdim. Meni davamanglar. Mana bugungi bosh personaj dedim go. Undan bo'lsa, tarjim qilib baqsinmi? Tarjim qilib boqsinchi, men bek oldirib ketdim. Baldırmadı. Men bek oldirdim. Undan bo'lsa, tarjim qilib baqayli. Bo'ldilar, cho'g'dan kelsin. Maqsadimiz tayyorlab olgan. Bejanda kelmasam bo'pti. Ayada intamda qutlib kelsam, men intamda tutildimmi? Hazır Abdukarim mısınız kam buldu? bilmaydi, ha? Abdukarim kam bilmaydi. Ha. Ha, tamam. Qaysiz boshlaymiz? Mayli, qaysidan boshlasam Qanday olmaydi. tashlab bering? Ha, tutturing, o'yla olay. O'zingning kunini o'zing ol. Zicide tayyan zici mey. Bakın na. O kun deganni tayyorli deb aytgan gap. O o'zingning kunini o'zing ol. Köz digen kamanime, kömüse bakanime. Yencim şu don, kemicen şu kum.
Wukong demetmeden olsa. Man geldi. Ha, ben Ezan oynamadım. göçünün şorpusu yok. Ezan göçünün şorpusu yok. Bunu qanday tarjima? Ezan. Piyayi de rom miu mentang. Ben, Yok tofka mende. ben demeyim ya. Ben devlet Ya, emrisi ya, gelip ya. mağın bir Ha, fırsat ha. verin lan. Senin gözün adam tonuydu. Ha? Senin gözün adam tonuydu. Ne diyencin rinşirin? Doğrudu. To'g'ri? Shuncha o'ylab ketgan hozir birdan tarjima qilib Şurada oldim. bek adem öyle Maqol kaptım. tanrı tercüm kılış bek üstkensiz. Bayatın nurgun Meydanda bir- nimelerni aldık Bahalarını anasın aldık, bağlarını ha. aldık. Ya Ammelik bir işte hiç aile. dememsin ama tamaşamda zerikip kalmışsın. Vay, zerikmeydi, tamam, Zerik kaldınlar mı? Evet, aldırma aydanla zerikmesin. Gapni qisqaroq qilaman narsa. Ajab oldirib tatdinglar adamni. Ya Allah. Yigilim qo'ymagan bir gap. Bejon qaytadiga. Bayatında tomoshabinlarimizning bahasini oldik, oilamizning bahasini oldik. Xo'sh, Facebook'dagi ba'zi bir tutuqlaringizni, kamchiliklaringizni, hamma narsani oldik. Kelgusi planlaringiz to'g'risida ozroq bir shab berasiz. Kelgusi plan. Nima qilmoqchi, nima ish qilmoqchi, mush maktabni o'qib qaytib kelgan doyani qilib Kelgusida- itot ishlaymaydi-ku. Kelgüsü şu ballarımın obdan bakmakçı. Yaxshi, Rahmat. Bu menimcha yolg'on gap bo'lib qoldi deyman. Endi buningdan keyin mumkin bo'lsa men o'qishib turib kelgandan keyin yaxshi kino, televiziya teatrlarini o'zimizning turmush tasvirlangan. Shu xalq ommasiga imkoniyatning bericha tezroq o'qib kelib bir sunsam degan orzuyim bor. Boshqa bir- Rahmat. Rahmat. Siz ham shunun tilakdosh. Baya shu ko'rurmanlarning bahasini oldik. Oilangizdagilarning bahasini oldik. Endi tomoshabinlar intayin jiq mana. Zulqar qanaqa qilamiz? Men shu obyektdan yağı bir narsa o'ylab qoldim. Nimani? Abdukerimkamning inkasini bek tez dedik. Ha. Biz shu naq maydonda bir itot o'ynab Ha, topdik. adamning ovozini doğrama ya. Bobong doğragana Recep kamni. Onu To'ydingmi? qilayli. To'ydingmi? Zulqar. Ha, mana. İdot. Hozir Ha, to'g'ri, tomoshabinlar tomoshabinlarning chuqur savoli bor. Sizlarga fursatni Ha, berdik. Nima tomoshabinlar- so'rag'inglarga so'ranglar. Men sizni oshxonada temisidagi kichkina bir uchur bilan ta'minlasam, mush naq maydonda bizga bir itot o'ynab bera olasizmi? Oshxonada Oo.